qarzdor insonning immuniteti mощный bo'ladi. Kim qarzi yo'q insondan ko'ra qarzi bor insonning immuniteti moliyaviy immuniteti. Moliyaviy immunitet nima uchun bizga kerak? Moliyaviy immunitet o'sha keyingi safar bu kattaroq, to есть Alloh taologa biz shukrlar aytishimiz kerak, minnatdorchilik bildirishimiz kerak. O'zi bu bunaqa holat, misol kimdir yozyapti 10 million so'm qarz bor, 20 million so'm qarz bor. Qarang, har bitta muammo Alloh taolo odamni kalibriga qarab muammo berar ekan. Ya'ni sizda qarzingiz 10 million so'm, demak sizda imkoniyat bor 10 million so'm qarz berishga. Sizda qarzingiz 20 million so'mmi, sizda 20 million so'm imkoniyat bor berishga. Mana akamizda 2 milliard so'm qarzi bor ekan. Tabriklayman. 2 million so'm qarzingiz bormi? Tabriklayman. Men samimiy demak sizda imkoniyat bor bu berishga. Ya'ni Alloh taolo bizga biz yecholmaydigan muammoni bizga bermaydi. Kim yaxshi tushunadi? Qayerda yozib qo'yinglar.